Implant qimmat emas. Bir dona tishingiz yo'qmi? Ko'priksimon koronka qo'ydirasizmi yoki implant? Keling, tanlov asli qanchalik muhimligini ko'raylik. Ko'priksimon koronkani sog'lom tishlarga zarari. Ko'priksimon koronkani o'rnatish uchun yonidagi sog'lom tishlarni charxlash kerak. Bu esa ularni zaiflashtiradi. Ko'pincha nervlarni olib tashlashga to'g'ri keladi. Natijada bitta tish o'rniga 3 ta tish uchun koronka tayyorlashga va qo'shimcha pul sarflashga majbur bo'lasiz. Agar nervlar olib tashlansa, bu yana xarajat va keyinchalik muammolar demakdir. Ko'priksimon koronkaning yana bir kamchiligi suyak cho'kishidir. Ko'priksimon koronka ostidagi bo'shliq jag' suyakka yuk bermaydi. Yillar davomida suyak cho'kadi. Koronkalar jag'ga mos kelmay qoladi. Natijada siz ularni qayta tayyorlatishga majbur bo'lasiz. Bu esa vaqt, noqulaylik va yana xarajat. Implant esa qo'shni tishlarga zarar yetkazmaydi. Suyakka mustahkamlanib, suyak cho'kishini oldini oladi.